hech qachon o'zingizni qattiq hukm qilmang. Toki butunoy yolg'izlikda muzlab qolgan vujudingizga kutilmaganda taqiqlangan olov tegmaguncha. Men o'z qon qarindosh opamning baxtini o'g'irladim. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Men xiyonatkorman, lekin mening fojiam shundaki, bu gunoh ko'zlarimni ko'r qilib, menga yillar davomida unutganim ayol ekanligimni eslatdi. Hukm o'qishdan oldin mening jahannamimga bir zimling. Ismim Farangiz, yoshim 26. 2 nafar farzandning onasiman. Turmushim o'xshamadi. Orzularim, ayollik g'ururim parcha-parcha bo'lib, ota-onamning hovlisiga bosh egib qaytib keldim. Bilasizmi, yoshligimda hech ham qiz bolaga o'xshamasdim. Sho'x, ujar oilaning erkak qizi edim. Lekin hayotning shafqatsiz zarbalari meni shunday ezib tashladiki, qalbimda his-tuyg'u degan narsa qolmagandi. O'zimni faqat bolalarimga bag'ishladim. Men uchun hayot rangsiz, zerikarli bir matoga aylanib qolgandi. Mening yagona yupanchim opamning xonadoni edi. Opam maktabda o'qituvchi bo'lib ishlardi. Yaqindagina farzandli bo'lgani uchun haftada bir marotaba ularnikiga borib, chaqaloqda qarab turardim. Uning turmush o'rtog'i, ya'ni pochcham. U mening nazarimda dunyodagi eng mehribon inson edi. Menga hamisha o'zining jigaridek munosabatda bo'lardi. Ishdan yoki kirakashlikdan charchab kelganda ham yuzida tabassum bilan: "Farangiz, singlim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?" deb shunday mayin, shunday issiq ohangda so'rardiki, oiladagi bu xotirjamlikka ochko'zlarcha havas qilardim. Ammo bir kuni hayotimni ost qilib yuborgan o'sha tushlik vaqti keldi. Opam ishda, men esa oshxonada pochchimga ovqat tayyorlayotgan edim. Qozonda nimadir qaynardi. Xonani yoqimli is qoplagan. Tashqarida esa jimjitlik. Pochcham kirib keldida, "Menga ovqat suzib bering, ishga ketishim kerak" dedi, odatdagi muloyimligi bilan. Men o'choq boshiga qarab o'girildim. Shu payt kutilmaganda orqamdan kimsaning issiq, og'ir nafasini his qildim. Vujudim tok urganda qotib qoldi. O'girilishga ulgurmasamdan, uning baquvvat qo'llari belimdan sekin, lekin shunday qattiq quchoqlab oldiki, qo'limdagi narsam tushib ketayozdi. Yuragim qafasiga sig'may qoldi. "Iya, nima qilyapsiz, pochcha?" deb yubordim. Ovozimdagi qo'rquv va titroqni o'zim ham eshitib turardim. Axir opamning kutilganiga endigina 1 oy bo'lgan edi. Nimalar bo'lyapti? Uning yuzi bo'ynimga yaqinlashdi. Pishqirgan, ehtirosdan yonayotgan ovozi qulog'im ostida pichirladi. "Opangizning homiladorlik paytidan beri qiynalib ketdim. Farangiz, menga bir marta imkon berasizmi?" Bu so'zlar meni shok holatiga tushirdi. Ko'zlarimdan dog'day yosh quyildi. Vujudim titrardi. "Pochcha, nimalar deyapsiz? Jinni bo'ldingizmi? Opam bilsa ikkalamizni ham o'ldiradi-ku" deb o'zimni yulqib olishga urindim. Lekin u meni qo'yib yubormadi. Menga yanada qattiqroq yopishdi. "Yo'q, qo'rqmang, jonim. Hammasi sir bo'ladi. Men sizni anchadan beri istayman. Anchadan beri ko'z uzolmayman", dedi u. O'sha lahzada ichimda qandaydir dahshatli narsa sinib ketdi. Miyam inkor qilardi, qichqirardi, lekin tanam, mening 2 yil davomida mehrsiz, e'tiborsiz muzlab yotgan ayollik vujudim bu issiq haroratga, bu baquvvat quchoqqa taslim bo'la boshlagandi. Erkak kishining hidini, uning ehtirosli pichirlashini sog'inganimni o'zim ham bilmagan ekanman. Yillar davomida uxlab yotgan ehtiroslarim vulqondek uyg'ondi. "Yo'q, qilmang, qo'rqaman" degan so'zlarim lablarimdan chiqsa-da, ular himoyadan ko'ra ko'proq rozilikka o'xshab qolgandi. U sekin yuzimga qaradi. Ko'zlaridagi o'sha yovvoyi, ochko'z olov meni butunlay asir qildi. Shu oshxonaning o'zida taqiqlangan mevaning birinchi kultumini totdik. Biz qanchalik gunohga botgan bo'lsak, o'sha lahza men uchun shunchalik rohat baxsh edi. Ayni shu yovvoyi lahzalarning o'rtasida edik. To'satdan tashqaridan eshik qulfining shaqirlagan ovozi keldi. Opam, u ishdan erta qaytgan ekan. Nafasim ichimga tushib ketdi. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi.
Lekin pochcham shu qadar sovuqon, shu qadar tez o'zini o'nglab oldiki, uning aktyorligidan dahshatga tushdim. Kiyimlarini to'g'irlab nariga o'tdi-da, "Pochcham, menga ovqat suzib bering, ishga kech qolyapman" deb balanddan jiddiy ovozda qichqirdi. Men qaltirayotgan qo'llarim bilan ovqatga yopishdim. Opam oshxonaga kirib keldi. Yuzida tabassum. "Yaxshi o'tiribsizlarmi?" dedi u mehribonlik bilan. Mening yuzim olovdek yonar, oyoqlarim taltirardi. "Ha, opa, ovqat tayyorlayotgandim", dedim yerga qarab. Vijdonim qiynog'idan yer yorilmadi-u, yerga kirmadim. Ular ovqatlanishdi. Men esa qanday qilib uyga yetib olganimni bilmayman. O'sha tunda xonamda yotarkanman, faqat bitta narsa, uning quchog'idagi o'sha harorat haqida o'ylardim. Yarim kechada telefonim jiringladi. Ekranda u. "Farangiz, uyingizning oldidaman. Chiqasizmi? Sizga atalgan surprizim bor", dedi u o'ktam sirli ovozda. Aqlim chiqma derdi, lekin tanam qachondir ostomona xatlab bo'lgandi. Mashinasiga o'tirdim. Qorong'ida uning yuzi ko'rinmas, lekin qandaydir xushbo'y atir va guldasta esirab turardi. U menga bir dasta gul uzatdi. Gul mening joni dilim ekanini bilardi. O'sha oddiygina e'tibor qalbimdagi barcha qarshiliklarni chilparchin qirdi. "Uydagilar bilsa yomon bo'ladi", deb e'tiroz bildirdim zo'rg'a. "Tez qaytamiz, hech kim bilmaydi", dedi u va mashina joyidan qo'zg'aldi. Biz shahardan chetroqdagi bir mehmonxonaga keldik. U barchasini oldindan tayyorlab qo'ygan ekan. Xonaga kirdik. Eshik yopilishi bilan dunyodagi hamma muammolar, hamma gunohlar ostonada qolib ketgandek bo'ldi. U hamma narsani shunday nafis, shunday ehtiros bilan qildiki, men yillar davomida unutgan ayollik jozibamni, o'zimning qanchalik go'zal ekanligimni qayta his qildim. O'sha kecha 1 soat davomida biz go'yoki koinotdan uzilib qolgandik. Men opamni ham, oilamni ham unutdim. "Sizni yaxshi ko'raman. Endi har doim shu yerga kelamiz", deb pichirladi u. Men esa rozi bo'ldim. Men chindan ham telbalarcha sevib qolgandim. Mana shundan beri yillar o'tdi. Bu yashirin, taqiqlangan munosabatlarimiz hamon davom etib kelyapti. Xohlagan vaqtimizda ko'rishamiz, lekin bu baxtning badali juda ham og'ir bo'ldi. 2 marotaba. Ha, 2 marotaba homilador bo'ldim. Bu bizning gunohli muhabbatimizning mevasi edi. Lekin sirimiz fosh bo'lmasligi uchun ularni o'ldirib tashlashga majbur bo'ldim. Klinika ostonasida qoldirgan ko'z yoshlarimni, o'zimga o'qigan la'natlarimni faqat o'zim va Yaratgan biladi. Opam hamon hech narsani bilmaydi. U bizga ishonib yashamoqda. Men go'yoki 2 xil hayot kechiryapman. Biri odamlar ko'zidagi baxtsiz, ajrashgan sokin ayol. Ikkinchisi esa pochchasining bag'rida ehtirosdan yonayotgan, o'z ayolligini qaytarib olgan ma'shuqa. Men bilaman, bu qoralanadigan yo'l, lekin eri yo'q ayolning dardi, tunda yostiqni quchoqlab yig'lash azobi nimaligini boshidan o'tkazmaganlar meni tushunmaydi. Mening real hayotim shu. Siz xohlasangiz nafratlaning, xohlasangiz achining, lekin men hech ham bo'lmasa shu o'g'irlangan, taqiqlangan harorat ichida o'zimni tirikdek his qilyapman. Hech qachon o'zingizni qattiq hukm qilmang. Toki butunoy yolg'izlikda muzlab qolgan vujudingizga kutilmaganda taqiqlangan olov tegmaguncha.